Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Odil Yoqubovning Tilla uzuk asaridan parcha havola etaman. Asar oilaviy sadoqat, halollik, vijdon, muhabbat va insoniylikning haqiqiy qiymati haqida. Muallif odamning ichki dunyosi, uning yaxshi-yomon xatti-harakatlari qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatadi. Asar markazida turgan voqea tilla uzukning yo'qolishi va shu sababli yuzaga kelgan shubha, gumon va ruhiy iztiroblar. Bir oilada sodir bo'lgan oddiy ko'ringan voqea, tilla uzukning topilmay qolishi asta-sekin butun oilaning tinchligini buzadi. Har kim bir-biridan shubhalana boshlaydi. Bu holat insonning asl qiyofasi va vijdon tovushini ochib beradi. Hikoya har bir kitobxonni men bo'lsam nima qilardim deb o'ylashga majbur qiladi. Asar o'quvchilarni halol bo'lish, shubha qilmaslik, bir-biriga ishonish kabi fazilatlarni qadrlashga chaqiradi. Aziz kitobxonlar, Odil Yoqubovning Tilla uzuk asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.